Fayzobatlilar, bormisizlar? Bo'lsanglar bitta like bosib qo'yasizlar. Men uchun emas, shu Ilhom akam uchun. Ilhom akam Fayzobatlilar, Chusti ko'chada yashaydilar. Qo'shnimlar o'zimiz jigarim. Yelkama-yelka shu bitta chupa-chups talashib yeganmiz, bitta koptoni o'ynaganmiz. Qo'pol qilib aytganicha birga yashaganmiz-da Ilhom akam bilan. Necha yil dalalarda yashaganmiz. Daladan keyin mana endi yoshi katta bo'lib uylandilar. Men esa hali ham bo'ydoqman. Men bitta kimdir signal chalyapti orqada. Akam shashlik pishiryaptilar hozirgi kunda bizada. Jigar shashlik haqida fikringiz qanaqa? Zo'r. Mana akam ko'p joyda ishlaganlar, 100% halol deyishga qo'rqardi. Cho'chirdilar, ya'ni 100% halol deb ayta olmasdilar. Hozirgi kunda qanaqa Ilhom aka? Endi bemalol ayta olaman, halol. Zagodovkasiga ham o'zim tushganman. Ha. Pashta ishlayapman. Go'sht ko'ryapsiz qanaqa otganimiz joyida. Bilasizlar, biza mayda-chuyda taqir-tuqir shashliklarni qilmaymiz. Hamma narsa zo'r, hammasi joyida. Kelib yeyish kerak bo'ldi. Kelib mazza qilib yevoradigan joyi, jigar. Akamga bitta like bosib qo'yasizlar. Ishingizga omad Ilhom aka. Shashliklarni zo'r pishirib, har bitta kelgan mijozimizga, har bitta kelgan mehmonimizga juda ham go'zal qilib bering akajonim. Qarochi ish qilyaptilar, shuning uchun bitta joyida o'raverdim akam. Sheriklari hozir namozga tushib ketgan. Ketdi.